Assalomu alaykum hammaga. Bugungi 14-elementimiz kremniy haqida gaplashamiz. Kremniy ruscha kremen deb ataluvchi mineral nomidan olingan, atom raqami 14 bo'lgan kimyoviy element. Kremniyda kimyoviy belgisi Si, lotincha nomi silicum. 1823-yili shved olimi Jonas Jakob Berzelius tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 14, atom massasi 28, normal sharoitda kremniy qattiq, rangi ko'kkish kulrang, klassifikatsiyasi nisbatan metall, elektromanfiyligi 1.8, qaynash temperaturasi 3173 Kelvin yoki 2900 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 1687 Kelvin yoki 1414 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 2.33 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Rasmini ko'radigan bo'lsak, Jonas Jakob Berzelius. Bu olim 1779-yilda tug'ilib, 1848-yilda vafot etgan. Kremniyda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Kremniyda kimyoviy belgisi Si, atom tartib raqami 14, nisbiy elektromanfiyligi 1.8, atom massasi 28, elektron konfiguratsiyasi 3s2 3p2. Endi tasvirini ko'rsak, sofligi 99% dan ko'proq kremniy bo'laklarini ko'rishimiz mumkin. Shu hammasi 10 gramni tashkil etadi. Atom tuzilishiga o'tsak, kremniyda 14 ta elektron, 14 ta protoni bor va 14 ta neutrondan tashkil topgan.